Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. İbrahim alayhissalom. İbrahim alayhissalom va tirildirishdagi isbot. Qadimgi davrda Babilon davlatidagi xalqlar bayashat va xotirjam yashasimi, lekin e'tiqod jihati tuyuq yo'lda edi. Ular but yasaydi. Butqi cho'qinatdi, ammo o'zlarini yaratgan va baxt ato qilgan Allohni zodiyat etmaydi. Shu chaqda podshoh Namrud ibn Kanankus Babilon davlatining katta huquqini tizginlab olib, o'z beshimchilik bilan hokimiyat yurgizib o'tadi. U o'zining jahonda hammadan boy, qudratlik, hammadan ustun huquqdor ekanligini, fuqarolarning bo'lsa galvon, nodonligini ko'rib, o'zini iloh qilib olib, kishilardan cho'qinishni talab qildi. U shunda qaraydi. Kishilar quloqi anglamas, ko'zi ko'rmas, foydasimi yo'q, ziynimi yo'q ashu toshlarga va haykallarga nodonlarcha cho'qing'ayada, men nima uchun ularni o'zimga cho'qindirolmayman? Men shuncha so'zman, bilimlik ham sezgur. Uning ustiga fikr yurgiza olayman. Kishilarga foyda yetkiza olayman, ularni qo'g'diya olayman. Kambag'alni boy, esillarni past qila olayman. Men tosh va haykallardan ko'p ortiq turaman. Jaholatlik va qaloqlik hukm surib turgan bundoq muhit va jamiyatda İbrahim alayhissalom mushu podshohlikdagi Fidan Eram shahrida dunyoga keldi. Uning otasi Ozar edi. İbrahim alayhissalom tug'ilgandan keyin Alloh taolo uningga aql farosat va haqiqat ato qildi. U o'zining to'g'ri tushunchasi, o'tkir fikri va Allohdan nozil bo'lgan vahiyga asosan bunularni tushundi. Alloh taolo birdir. Olamdagi hamma narsa uning ilkida bo'ladi. U dunyoning hukmdoridir. Kishilar cho'qinib yurgan but, ularni Allohning hech qanday mehr shafqatiga erishtirolmaydi. İbrahim alayhissalom kishilarni yegani Allohga e'tiqod qilishga da'vat qilish orqali ularni mushriklik botqig'idan qutuldirish qaroriga keldi. Shundaqla kishilarni ozg'un yo'ldan qaytarish, yomon yo'ldan to'g'ri yo'lga boshlashga muhozirlandi. İbrahim alayhissalom Allohga intayin ixlosmand edi. Allohning qudratiga qat'iy ishonadi. U Allohdan o'ziga nozil bo'lgan, Alloh taolo insonlarni o'lgandan keyin tirildiradi. İnsanlarning u dunyodagi taqdiri ularning bu dunyodagi harakatiga bog'liqdir degan vahiysiga ishonadi. U aql farosati va nazar doirasini kengaytirish, o'z e'tiqodini qat'iylashtirish, tashviq qilishda aniq dalil isbotga ega bo'lish uchun Allohning tirildirish isbotini o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi bo'ldi-da, Allohdan odam o'lgandan keyin chirigan jasadga qanday jon ato qiladiganligini ko'rsatib berishni talab qildi. Alloh taolo İbrahim alayhissalomga: "Ey İbrahim, o'liklarni tirildira oladiganligimga ishonmadingmi?" dedi. "Yo'q, men sana ishonaman" deb javob berdi İbrahim alayhissalom. "Sen bu haqda menga bishorat bergan eding. Men sana e'tiqod qilaman, butunlay e'tiqod qilaman. Lekin ko'nglimni qaror topqizib, qat'iy ishonch bilan tashviq qilish uchun tirildirish jihatidagi isbotlarni o'z ko'zim bilan ko'raymikin degan edim." İbrahim alayhissalom o'z ko'nglini tindirishni maqsad qilg'achqa, Allohmi uning talabini ma'qul ko'rdi. Alloh taolo İbrahim alayhissalomga shundoq amr qildi: "Ey İbrahim, qushdan 4 ni og'in, ularni o'zingga to'plag'in. Ya'ni ularni parchalab go'shtlari bilan paylarini aralashtirg'in. Ondan har bir taqqa ulardan bir bo'lakini qo'yg'in. Ondan ularni oldinga chaqirg'in. Shu chaqda ular mening irodam bo'yicha tirilib, sening oldinga uchib keladi." İbrahim alayhissalom Allohning amri bo'yicha shunday qildi. U boyqi 4 qushni chaqirganda, bu qushlarning parchalanib ketgan a'zolari joy-joyiga kelib tutishib tirildi. Ondan Allohning irodasi bo'yicha İbrahim alayhissalomning yeniga uchib keldi. İbrahim alayhissalom Allohning tirildirishdagi isbotini o'z ko'zi bilan ko'rdi. 4 qushni İbrahim alayhissalom o'z qo'li bilan parchalagan, ham ularning parchalangan a'zolarini o'z qo'li bilan bir necha tog' ustiga qo'ygan edi. U qushlarni chaqirganda, ular birdilla tirilib uchib keldi.
Bu ishlarni ko'rgan har qanday kishi Allohning o'lgan odamni tirildirib qayta hayot ato qila oladigan kuch qudratiga shubhalanmaydi. Mabodo Alloh taolo biror ishni qilmoqchi bo'ladi ekan, uni har qanday narsami to'sib ololmaydi. Alloh taolo hammaga qodirdir. İbrahim alayhissalomning dadisiga nasihat qilishi. İbrahim alayhissalomning dadisi Azar butga cho'qinatdi va but yasab sotadi. İbrahim alayhissalomning eng yaqin kishisi shu edi. Shunga İbrahim alayhissalom hammadan avval dadisini to'g'ri yo'lga boshlashi va uningga nasihat qilish kerak edi. Uning ustiga dadi bo'g'ichini hidoyatga boshlashmo o'g'il bo'g'ichining vafodorligi bo'lib hisoblanadi. Uning dadisining but yasab boshqalarni butga cho'qindirishi kechirguli bo'lmaydigan gunoh edi. Dadisiga nasihat qilishining o'zi Allohga ixlos qilganlik, yomonlikni tüp yiltizdan tugatganlik va kishilarni tuyuq yo'ldan qaytarganlik bo'ladi. İbrahim alayhissalom o'zining nasihatini dadisiga qabul qildirish hamda dadisining uni hurmat qilmadi deb ayiblashidan ehtiyot qilish uchun dastlabda dadisining butga cho'qindiganligining ahmoqona qiliq ekanligini ko'rsatmadi. Buni kamsitadigan ro'yi holatni ifodalamadi. Balki adab ikrom bilan aplik fursat tepib o'z loyiqida avval dadisi bilan so'zlashdi. U oldi bilan ota-bolalik munosabatini muayyanlashtirib, dadisining o'ziga bo'lgan muhabbatini qo'zg'adi. Ondan muloyimlik bilan dadisidan nima uchun butga cho'qindiganligini so'radi va bu butlarning kishilarning duo tilovat hamda sanolarni anglamaydiganligi, cho'qinganligini ko'rmaydiganligi, kishilarning beshiga kelgan baloyi ofatlarni ko'tarib yetmaydiganligi, ham kishilarning talab iltijolarini qondirolmaydiganligini ko'rsatdi. İbrahim alayhissalom dadisining mansitmasligidan ansirab dadisiga dedi: "Ey dada, men haqiqatan sen texi bilmagan bilimlarga ega bo'ldim. Sen menga ishongin. Men garchi kichik bo'lsam-mo, oliyjanoblik va obro'yda sana yetmasam-mo, lekin sen menga ishonishing lozim." U dadisidan o'zining deganlari bo'yicha ish qilishni samimiy talab qildi va shunda qilgandila hidoyat yo'liga mang'alaydiganligini ko'rsatdi. İbrahim alayhissalom dadisiga yana butga cho'qinmaslik to'g'risida nasihat qildi. Chunki butga cho'qinish rahim shafqatlik Allohga osiylik qilib, kishilarni yomonlikqa boshlaydigan shaytonga cho'qinganlik bo'ladi. Vaholanki shayton bo'lsa insonlarning dushmani. U insonlarga baxt saodat bag'ishlayolmaydi, faqat insonni baxtsizlikka va halokatga uchirtadi xolos. İbrahim alayhissalom dadisini kulpatli taqdirning yetib kelishidan ehtiyot qilishga ogohlantirdi. Lekin dadisiga hurmat qilish yuzasidan Allohning jazosidan ehtiyot qil degan gapni qilmadi. İbrahim alayhissalom dadisiga hidoyatni aniq ko'rsatdi va samimiy murojaat qildi. Vaholanki dadisi hozir o'g'lining samimiy murojaatini rad qildi va g'azablangan holda o'g'liga dedi: "İbrahim, sen ilohlarimizga osiylik qilding. Navodi sen bu xatarlik yo'ldan darhol qaytmaydigan bo'lsang, men seni tosh bilan urib o'ltirib etaman. O'shingni top. Mening g'azabimni qo'zg'ama. Sen mendan menga ayrilib ket. Oilada sana turadigan o'rin yo'q. Sen mening hesdashligimga erishamaysan." İbrahim alayhissalom keng qo'rsaqlik bilan dadisining tahdidini qabul qilib, alohida izzat ikrom bilan bundoq dedi: "Sana omonlik bo'lsin. Rabbimdan sana mag'firat tilayman. Alloh taolo menga haqiqatan mehribondir. Sizlardan va sizlar Alloh taoloni qo'yib cho'qinayotgan narsalardan yiroq bo'laman. Rabbimga ibodat qilaman. Rabbimning itoatidan mahrum bo'lib qolmaslikni umid qilaman." Sura Maryam 47-48 oyat. İbrahim alayhissalomning dadisini Allohga e'tiqod qildirish yo'lida qilgan urinishlari mag'lub bo'ldi. Shuning bilan u dadisining davomli turda tarsalik qilib, butga cho'qinib, Allohga ishonmay yurganligiga qarab turishni xohlamay, qayg'u hasratga cho'mgan holda dadisi bilan xo'shlashdi. İbrahim alayhissalomning butni cheqishi. Dadisining nasihatni rad qilganligi İbrahim alayhissalomni bekmi umidsizlantirdi. O'g'li dadisini to'g'ri yo'lga boshladi.
Dadisi g'aflatda o'tayverdi. O'g'li dadisini zalolatdan hidoyatga boshladi, dadisi parvo qilmadi. Shunga Ibrohim alayhissalom buningdan bakmo azoblandi, lekin dadisining qo'polliklari va so'g'uq muomalasidan mayuslanib ketmadi. U haqiqatni davomli tashviq qilishga, kishilarni butqa cho'qinmaslikqa davomli da'vat qilishga bel bog'ladi. U kishilarni Allohga iymon keltiradigan, zalolatdan qo'l uzadigan qilish uchun har qanday balo qazoga duch kelishdanmi bosh tortmaydigan jasoratga keldi. İbrahim alayhissalom intayin aqlliq, fikri o'tkir, ishni mustaqil bartaraf qila oladigan kishi edi. U o'z qavmidagilarning joyillik bilan davomli butqa cho'qinayotganligini ko'rib, haq bilan naq ayrilmaydigan bu yerda yolg'iz eg'izdagi gapga tayinaverishning kor qilmaydiganligini sezdi. U kishilarni tuyuq yo'ldan qaytarish, dalolatdan hidoyatga boshlash va ularga e'tiqodning haqiqiy chin ma'nosini cho'nqur bildirishda faqat e'tiqodning haqiqiy mohiyatini ularga uqtirgandila, ondan natija hosil qilg'ili bo'ladi deb qaradi. U kishilar bilan uchrashgan har qanday vaqtdan imkoniyatning boricha foydalanib, tashviqot ilib bordi. Bir qatim Ibrohim alayhissalom mushriklardan: "Sizlar nimaga cho'qinayapsizlar?" deb so'radi. Kishilar butini yana maqtab ko'ranglab ketishdi va buningdan keyinmi boshdan oyoqqacha tavranmasdan butqa cho'qinaverganligini bildirishdi. Ular butlarga ibodat qilamiz, bu ibodatni davomlashtiramiz deyishdi. Sura Shuara 71-oyat. İbrahim alayhissalom ularni baldirroq uyg'otish uchun ularga xuddi doktor kasalning tomirini tutib ko'rib dori bergandek muomala qildi. Shuning bilan birga yana xuddi sotchi jinoyatchi bilan mashg'ul bo'layotgandek ularning o'y fikrlarini tushundi va tadqiq qildi. U ularning o'xshash bir masalaga bo'lgan boshqacha qarashlari va javoblarga nihoyat diqqat qiladi hamda buningdan foydalanib ularning butqa cho'qinishdagi asosini yimirib tashlab, oxirgi hisobda ularni qoyil qilishni ko'zlaydi. İbrahim alayhissalom ularning safsatilariga dalil isbotlar bilan radiya berib, ularning e'tiqodining zavolliq ekanligini ko'rsatib berdi. Ondan ulardan: "Sizlar butni chaqirsanglar u anglay olamdi? Sizlar uning oldida tizilinib o'ltirsanglar u ko'ra olamdi? U sizlarga biror yaxshilik yoki yomonlik olib kela olamdi?" deb so'radi. Ular: "Ota-bovlarimizning ularga ibodat qilganligini ko'rdik." Sura Anbiya 53-oyat. Deyishdi ular javob berib. Yerginishlik odat kuchlari ularni tuyuq yo'lda davomli mengaverishga majburlaydi. Ota-bovlar osiylik qilg'ashqa, avlodlarni davomli xatolashaverish kerak ekanda, bu nima degan fojialik ish? Bu dal ularni shayton o'z qopqiniga tushirib va ozdirib, ota-bovisiga ergishib osiylik qilishni sharafli deb bilishga undiganlikdan bo'lsa kerak. Ular yo'ldan ozgan bo'lsa-mu, lekin ular yana o'zlarini to'g'ri yo'lda mengyapmiz deb qaragan. Bu nima degan nodonlik? Ular chaqirgan ovozlarini butning anglayolmaydiganligini, uning kishiga ziynimi yo'q, ham hech qanday foydasimi yo'q ekanligini e'tirof qiladi. Ular yana butqa cho'qinish qadamqalarni do'rashtirli iborat ekanligini e'tirof qiladi. Ular qadamqalarning harakatini haqiqatning ulgisi, uzoqdan buyon davomlashib kelayotgan butqa cho'qinishni to'g'ri harakatning namunasi qilib olg'ashqa, to'g'ri yo'ldan yiroqlab ketgan. İbrahim alayhissalom ularga: "Sizlarmi, ota-onanglarmi haqiqatan ro'shan gumrohlikdasizlar" dedi. Sura Anbiya 54-oyat. Ular: "Sen rostilla bizning butimizga tuhmat qilyapsansan yoki bizga chaqchaq qilyapsansan?" dedi. "Men sizlarga chaqchaq qilganim yo'q. Balkim sizlar bilan astoydil so'zlashyapman" dedi İbrahim alayhissalom. "Men sizlarga haqiqiy e'tiqodni aniq ko'rsatdim. Chunki men Allohning avatgan elchisi. Sizlar Allohga cho'qinishinglar kerak. U osmon bilan zaminni yaratquvchi. U olamdagi hamma narsaning Rabbi. But degan but, u sizlarga foydami elib kelmaydi, ziyon zahmatmi sololmaydi. U jonsiz bir parcha tosh yoki to'ruk xolos. Bo'ldi. Sizlar endi uningga cho'qinmanglar. Shaytonning kayniga kirmanglar. Obdan o'ylinib beqanglar. Tuyuq yo'ldan qaytishinglarga tilakdoshman.
Agar butning qo'lidan odamga baloyi ofat keladigan bo'lsa, u allaqachon menga baloyi ofat keltirgan bo'ladi. Chunki men uningga allaburilla ishonmagan edim. Buningdan uning baloyi ofat keltirolmaydiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bu hol butqa cho'qinishning arzimas bir ish ekanligini to'liq isbotlab beradi. İbrahim alayhissalom o'z qavmidagilarni Allohning da'vatiga bo'lgan tushanchisini cho'nqirlashtirib, Allohni but bilan selishtirib ko'rish imkoniyatiga ega qilish uchun Allohning olamdagi hamma narsani yaratgan qudratini so'zlab berdi. İbrahim alayhissalom ularga mundaq dedi: "Bilinglarki, ular mening dushmanimdir. Faqat olamlarning Rabbi mening do'stimdir. U meni yaratgan bo'lib, menga yo'l ko'rsatdi. U meni tamoq bilan ta'minlaydi. Ussizlik bilan ta'minlaydi. Og'rib qolsam u meni saqaytadi. U meni qabzruh qiladi, keyin yana tirildiradi. Qiyomat kuni uning mening xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman." Sura Shuara 77-82 oyatlar. Nasihatlar va ogohlantirishlar bu kishilarga hech qanday kor qilmadi. Ular hidoyatga mengishni rad qilib, İbrahim alayhissalomning tashviqotlariga qarshi turdi. İbrahim alayhissalom o'z qavmidagilarning bundoq beparvolik qilib, butqa ching yipishvoganligiga nisbatan butqa qarta bir tadbir qo'llanish va shu orqali ularga butlarning insonlarni qutuldirish tugul, hatto o'zini qutuldirolmaydiganligini to'nitish qaroriga keldi. Shu chog'dagi qabilalarning odati bo'yicha yilda bir qatim keladigan hayit kunida ko'pchilik shahar sirtiga chiqib birlashib ko'ngil aytishadi. Ular hayitni tabriklab bo'lgandan keyin butxonaga qaytib kelib yeyish uchun har kunilar nazri chiroq qilishga tegishli butxonaga nurg'un yemakliklarni tayyorlab qo'yishadi. Hayit yaqinlab keldi. Hammaylar hayitning tayyorligi o'zaro tabriklash bilan band edi. Ular İbrahim alayhissalomni shahar sirtiga chiqib birga ko'ngil aytishga taklif qilgan bo'lsa-mu, lekin İbrahim alayhissalom buni rad qildi. Chunki u ular bilan birga bulg'anishni ravo ko'rmaydi. U mushu fursatdan foydalanib butlarni chiqib tashlashni niyat qildi-da, yolg'ondan kasal bo'lib oldi. Ularni uni birga berishga zo'rlamadi. Aksicha uning bormaganligi bilan xushal bo'lishib, xuddi vabodan qochgandek uni tashlab, gul qaqalari ichilgan holda shahar sirtiga chiqib ketishdi. Shahardagi odamlarning hammasi shu yerga ketishdi. Hatto butxonni boshqaradigan va uningga qaraydiganlarmi ketishdi. Faqat İbrahim alayhissalomning o'zi yolg'iz qoldi. İbrahim alayhissalom butxonaga keldi. Butxonada tarashlab qo'yilgan har xil butlar bo'lib, bularning oyiqi oldida noz-ne'matlar turadi. İbrahim alayhissalom bu butlarga mansitmagan holda: "Sizlar bu narsalarni yemabsizlar-ku, nimishqa gap qilmaysizlar?" dedi. Yog'ochdan ham toshdan tarashlab yasangan bu butlardan hech qanday sado kelmaydi, albatta. İbrahim alayhissalom bu butlarning qalb tashlarini ko'ldirilib o'ylab, birdilla qattiq g'azablandi-da, butlarni urib tepib va palti bilan chiqib parchalab, yog'och tosh devisiga aylantirib etdi. Ondan kishilar shahar sirtidan qaytib kelgan chaqda butxonaga kimning kirganligi va bu baloni kimning paydo qilganligiga guvohlik qilsin uchun eng cho'ng butni chaqmay qoldirib qo'yib, paltisini uning bo'yniga esib qo'ydi. Shu orqali o'z qavmidagilarga butning zuvoni, sezimi yo'q ekanligini, o'zini qo'g'diyolmaydiganligini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ularni bu holni ko'rib uyg'onishi mumkin deb o'yladi. İbrahim alayhissalom yerda yotgan parcha-purat yog'och toshlarga qarab qo'yib, butxondan chiqib ketdi. Oilasiga qaytib ketib etib, ko'ngil ichishga ketganlar qaytib kelganda, ularga qanday taqobil turish ustida o'ylandi. Kishilar hayitni tabriklab bo'lib, shahar sirtidan qaytib keldi. Ular butlarning pora-pora qilinganligini ko'rib qattiq cho'chishib, qaysi lo'kchak shunday qilgandi deb o'ylashdi. Ulardan biri: "İbrahim bizning butqa cho'qinganligimizni masxar qilgan. Bu yomon ishni cho'qim shu qildi", dedi. Kishilar İbrahim alayhissalomning butqa behurmatlik qilganligini sezgandan keyin qattiq g'azablanib uni tutib kelib jazoga tortmoqchi bo'lishdi. Ammo İbrahim alayhissalom bo'lsa,
Xaloyiq yig'ilgan fursatdan foydalanib, butqa cho'qinishning bakmi ahmoqlik ekanligini tashviq qilmoqchi bo'ldi. Kishilar to'pi borgan-sari ulg'ayg'ili turdi. Hammaylan chekib o'tilgan but uchun intiqom olishni va Ibrohim alayhissalomning jazoga tortilishini o'z ko'zi bilan ko'rishni o'ylaydi. İbrahim aleyhisselam odamlar orasiga ilib kelindi. Shu hamon qahrlik vaqirashlar va ayibli sadolar ko'tarildi. Ular tishlarini g'uchirlatgan holda, "Ey İbrahim, ma'budlarimizga behurmat qilgansanmi?" deb so'radi. İbrahim aleyhisselam ularga yomon yo'ldan qaytish to'g'risida yana bir qatim nasihat qilishning fursati keldi deb o'ylab mundaq dedi. "Yo'q, balki ularning buni cho'ngi shunday qildi. Ular so'zlayoladigan bo'lsa, kimning chaqqonligini ularning o'zlaridan so'rab beqinglar," dedi. Sura Anbiya 63-oyat. Xaloyiq bu gapni anglab nihoyat o'ng'aysizlanib, bir-biriga taptani qilishdi va shu chaqda butxonaga qaraydigan biror odamni qoldirib qo'ymaganligiga pushaymon qilishdi. Kishilar qig'idek gap topolmay, beshini tuvan silib o'yga botdi. Biroz o'tgandan keyin noiloj mundoq deyishdi. "İbrahim, sen butning gap qilolmaydiganligini aniq bilgan turug'liq, nemishqa bizga uningdan so'rab beqinglar va uni guvohlikqa tortinglar deysan?" İbrahim aleyhisselam ularning butning kishilarning ovozini anglayolmaydigan, sezimsiz ekanligini, atrofida bo'layotgan ishlarni ko'rolmaydigan, qo'lidan hech ish kelmaydigan bir narsa ekanligini amaliyotda e'tirof qilganligini his qildi. Buning bilan İbrahim aleyhisselam ularning butqa cho'qinishdagi ahmoqona harakati va johilligini tahlil qilib ulardan yaxshiroq o'ylanib ko'rishni talab qildi. U oxirida mundaq dedi: "Sizlar Alloh taoloni qo'yib sizlarga hech foyda yetkazolmaydigan va ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar? Sizlarga va Alloh taoloni qo'yib sizlar cho'qinayotgan butlarga tfi! Sizlar aqlinglarni ishlatmamsizlar?" Sura Anbiya 66-67-oyat. Biroq ular bakmi cho'nqur petib ketgachga, ha degandili g'ofillikdan o'yg'onmadi. Ular İbrahim aleyhisselamning oldida chavsi chitqi yeyilg'achqa, izzat tortib chidayolmay, jon ochchig'ida qurollarni ishga solmoqchi bo'lishdi. Ular aytdi: "İbrahimni ko'ydiringlar va ilohlarga yordam beringlar, agar ularga haqiqiy yordam bermoqchi bo'lsanglar." Sura Anbiya 68-oyat. İbrahim aleyhisselamning o'tqa tashlanishi. İbrahim aleyhisselam yomon ish qilmagan, faqat mening egam Alloh deganni izhor qilgan edi xolos. U jinoyat o'tkazmagan edi. Noitkasi butlarni chiqib, kishilarning e'tiqodini inkor qilgan va ularni birdan-bir Allohga e'tiqod qilishga chaqirgan edi. Lekin u yurt oqsoqollarini dakki-dukkiga tushirib qo'yganlikdan, yurt oqsoqollari uni o'tqa tashlab ko'ydirib jazolamoqchi bo'ldi. Buningga uning kishilarni jaholatdan va qulluqdan qutulishga undayotganligi sabab bo'lgan edi. Lekin bu hol oqsoqollarning ta'sir kuchiga xotima berishdan derak beradi. Shu tufayli ular o'zlarining yovuz abdini oshkorladi. Ular İbrahim aleyhisselamni lavuldab ko'yayotgan o'tqa tashlab ko'ydirib, cheqilgan butlarga ta'ziya bildirmoqchi bo'lishdi-da, taraf-tarafdan o'tni yig'ishga boshladi. Hatto ba'zi ayollar, kishilar kasal bo'lib qolganda, butlarimiz ularga omon esallik beg'ishlab, shifolik beralaydi. Biz İbrahimni ko'ydirib o'ldirish uchun ko'proq o'tin to'kib qolayli deyishdi. İbrahim aleyhisselamni ko'ydirish uchun to'plagan o'tin tog'dek dövlünüp ketdi. Kishilar o'tinlardan chambarak tom yasadi va uningga o't yoqdi. O'tinlar shu hamon lavuldab ko'yib ketdi. O't yolqini har tarafga kengayib, osmonning yerimini yo'p-yo'riq qilyapti. Ular İbrahim aleyhisselamni og'amchi bilan mahkam bog'lab, manchanoqqa silib o'tga tashildi. İbrahim aleyhisselam o'tga tashlangan bo'lsa-mu, lekin uning Allohga bo'lgan e'tiqodi o'zgarmadi. O't yolqini uni qo'rqitamadi. U o't ichida birdilla dast turdi. O'zini Allohning qutuldirib oldiganligiga ishondi. Birdamdan keyin qo'yiq istutak uning gavdasini to'sib oldi. O't yolqini uningga yepishib kelyotdi.
Onun ətrafında otunun paras-puras qilib köyüyotgan ovozi anglab turadi. Bu cho'ng yong'in İbrahim alayhissalomni qanday qildi? O't o bog'langan og'amchinni ko'ydiraladi. U o't ichida erkin bemalol bo'lib qoldi. Alloh taolo o'tni qizitish va ko'ydirish xususiyatidan mahrum qilib, İbrahim alayhissalomni bu baloyi ofatdan saqlab qoldi. O't o'chib, tutaklab pasaydi. Kishilar İbrahim alayhissalomning sog'-salomat turganligini ko'rib hayron bo'lib, demi ichiga tushib ketishgan holda qaytishdi. Bu hamma kishi o'z ko'zi bilan ko'rgan va Allohning haqiqatan mavjud ekanligini isbotlab beradigan yana bir qoyil qilarlik mo'jiza edi. Ular munozirada qattiq mag'lub bo'lib qolmay, balki İbrahim alayhissalomni zo'ravonlik bilan o't ko'ydirishdimi mag'lub bo'ldi. Dal Alloh taolo o'tning hayvisini yo'qitib, İbrahim alayhissalomni qutuldirg'achqa mushriklar yuzi to'kilib rasvo bo'ldi. Xaloyiq hong-tong qilishdi. Ba'zilar İbrahim alayhissalomga ergishib mengishni xohlaydiganligini bildirishgan bo'lsa-mu, lekin ko'p sondagilar yurt oqsoqollarining jazolashidan qo'rqib, İbrahim alayhissalomga oshkora ergishib mengishga petanolmadi. İbrahim alayhissalom va dört podshoh Namrud. Bu vaqa podshoh Namrudga nihoyat tez anglandi. Namrud bu mo'jizalarni anglab bakmi aloqasida bo'lib ketdi. Chunki İbrahim alayhissalomning butga xohlagancha daxl tarz qilganligi amaliyotda podshohning o'ziga kishilar cho'qinadigan butlarning biriga daxl tarz qilganlik bo'lib hisoblanadi. Shu sababdan podshoh İbrahim alayhissalomni o'rniga chaqirish to'g'risida yorliq tushirdi. Podshoh Namrud İbrahim alayhissalomning bosh oyog'iga bir qur sapsilib chiqqandan keyin g'azablangan holda tanbeh berib mundoq dedi: Sen fuqarolar ichida parokandachilik tug'dirib, kishilarni butqa cho'qinishdan voz kechirmoqchi bo'lding. Ajabo sen mening hammadan ustun turadigan shoyin shoq ekanligimni bilmamsan? Hech kim mening amr farmonimga xiloflik qilmaydi. Sen yuragingni qoptaq qilib boshqalarni kuch ko'rtib, kishilar cho'qinadigan ma'budni vayron qilding. Sening bizga cho'qindirmoqchi bo'lgan ilohing qandoq nima u? İbrahim alayhissalom aldirmay tamkin javob berdi. Mening Parvardigorim o'likni tirildiradigan, tirikni o'ltira oladigan yakka yegona Parvardigordir. U olamni va olamdagi hamma narsani yaratdi. U olamdagi hammani yo'qotishga qodir. Podshoh bu gapni anglab javob berishga amalsiz qoldi-yu, lekin yana tan bermadi. U mag'rur holda İbrahim alayhissalomga mundoq dedi: Men tirikni o'ltiraman, o'likni tirildira olayman. Tirildirish, o'ltirish huquqi mening olqinimda. Men o'limga hukm qilganlarni hayot qoldira olayman. Hayot yurgan har qanday odamga o'lim hukm qila olayman. Mening oldimda sening egang nimadi? Podshoh Namrud İbrahim alayhissalom sharihligan Alloh taolo hayotlikni yaratdi hamda uni yo'qotishga qodir degan asosiy temadan o'zini imkon qadar qochiratdi. İbrahim alayhissalom orqadillah Alloh taolo quyoshni harakatlantiradigan qildi. Uning o'z orbitasida aylanishini belgilab, uni sharqdan ko'tariladigan qildi. Agar sen mu hammaning qodir egasi bo'ladigan bo'lsang, quyoshning orbitasini o'zgartib, uni g'arbdan ko'tariladigan qila olamsan, dedi. Bu savol bilan podshoh Namrud zuvoni tutilib, intayin qiyin ahvolga tushib qoldi. Chunki uning safsatisi xalq olam oldida echib tashlandi. U jiddiylashib, podshohlik o'rnimni saqlab qololmasmanmikin, davlat amin topolmasmikin deb ansirdi. U İbrahim alayhissalomni eng yerginishlik dushman deb qarasimi, lekin hech nima qilolmadi. Chunki İbrahim alayhissalom mo'jiza ko'rsatib, o'z e'tiqodini isbotlagan edi. Podshoh İbrahim alayhissalomni tishtirnig'icha o'shko'simi, lekin uning bilan oshkora dushmanlashib ketinolmaydi. Uning kishilarni isyon ko'tarishga qutirtib, podshohligini og'dirib tashlab etishidan ansiraydi. Shunga podshoh uni nazorat qilishga odam belgilab qo'yib, o'ch elish fursatini kutib turdi. Podshoh uni yetim qoldirish uchun kishilarga uningga yaqinlashmanglar deb tahdid soldi. İbrahim alayhissalom xilma-xil ayiblash va cheklashga uchirdi. U bu yerdan boshqa yerga ketib, din tarqitish qaroriga keldi-da, o'z yurti
va qavmi qarindoshlaridan ayrilib Falastinga keldi. İbrahim alayhissalomning kishilarni hidoyat yo'liga mengishga qoyil qilishi. İbrahim alayhissalom qalbiga chin e'tiqodini pukib, o'z yurti va qavmi qarindoshlaridan ayrilib Harronga keldi. U yangi diyorda pok, oq ko'ngil muxlislarni tepishni umid qiladi. Valanki u bu yerdagi kishilarning g'ofillik ichida yashayotganligini nihoyat tez sezdi. Ular quyoshga, oyga, yulduzlarga cho'qinadi. Allohga e'tiqod qilmaydi. U ularni ogohlantirib uyg'otishga va ularni hidoyat yo'liga boshlab, haqiqatni bildirishga bel bog'ladi. Kech kirdi. Osmonda kishilar cho'qinadigan yulduzlar ko'rinishga boshladi. İbrahim alayhissalom ularni uyg'otish uchun ularning xatolashganligini oddiy holda ko'rsatish yoki ular cho'qinadigan yulduzlarni shu yerda kamsitish yo'li bilan emas, balki ular bilan munozira yo'li bilan haqiqatni sharhlamoqchi bo'ldi. İbrahim alayhissalom ko'pchilik bilan birga yulduzlar ostida paranglashdi. U bir yulduzga qarab, bu xalqlarning gapini do'rab, "U mening hammaga qodir egam" dedi. Hamma odam cho'qinib kelgan heliqi yulduz uzoq o'tmay birdilla eqib tushib g'oyib bo'ldi. O chaqda İbrahim alayhissalom yana goh ko'rinib, goh ko'rinmaydigan, bir izida muqim turolmaydigan bundaq egamni yoqtirmayman dedi. Oy chiqdi. U boyi eqib tushib ketgan yulduzdan cho'ng ham yo'riq edi. İbrahim alayhissalom yana "Bu mening qodir egam" dedi. Oy patqandan keyin u yana "Agar Parvardigorim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'uch qavmning qatorida bo'lib qoladi ekanman" dedi. Sura An'am 77-oyat. Uning bu gapni qilishidagi maqsadi kishilarga faqat Allohning o'zila odamni g'ofillikdan qutuldira oladiganligini bildirish edi. İbrahim alayhissalom ularni baldirroq uyg'otish uchun Allohdan madad berib bu cheksiz zulmatni yo'ritib, ularga o'zlari cho'qinayotgan yulduzlarning Alloh taolo tarafidan yaratilganligini bildirishni tiladi. Osmonda cho'g'da qizil quyosh ko'tarilib, hamma yerga tang nur chechib, yer jahonni illitdi va yo'ritdi. Buni ko'rib İbrahim alayhissalom yana quyosh har qanday yulduzdan cho'ng, foydali ham ulug' ekan. U mening hammaga qodir egam dedi. Lekin quyoshmi xuddi boshqa yulduzlarga o'xshash tog' kayniga mo'kindi. O chaqda İbrahim alayhissalom bu quyosh, oy, yulduzlar bu yoqdan chiqib, u yoqqa kirib, goh g'oyib bo'lib, goh ko'rinib, bir yerda turmaydi. Buningda cho'qim ularga hukmronlik qiladigan bir yaratquchi bor. Bu yaratquchi Allohning o'zidir. Quyosh, oy va yulduzlarning osmonda paydo bo'lish va yo'qolishi Allohga bog'liqdir. Demak, quyosh, oy va yulduzlar kishilarning cho'qinishiga arzimaydi. Men cho'qinayotgan Alloh taolo bularga o'xshashmaydi dedi. Men haqiqatan batil dinlardan yiroq bo'lib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. Sura An'am 79-oyat. Ammo kishilar uning jakarlaganlarini qabul qilmadi. Balki uning bilan munozirlashdi. Uningdan butqa cho'qinishni umid qildi. Bu chaqda İbrahim alayhissalom ularga "Sizlar Alloh taolo bilan munozirlashamsizlar? Men dal uning yetaklashi bilan to'g'ri yo'lga manganman" dedi. Ular İbrahim alayhissalomga tahdid silish va propoza qilishga boshladi. Hatto uni jazolaydiganligini aytdi. İbrahim alayhissalom buningdan qo'rqib ketmadi. Balki u ko'nglida bular yulduzlar bilan Allohni tang o'ringa qo'ygudek darajada bechora ham kulkilikkan. Bularning bu qiliqi kechirgili bo'lmaydigan gunoh. Shak shubhisizki, bu gunoh ularni do'zaxga olib boradi deb o'yladi. İbrahim alayhissalom Misrda. Shamda qattiq qurg'oqchilik yuz berib, tirikchilik intayin qiyinlashdi. İbrahim alayhissalom qahatchilikdan qochib, xotini Sara bilan birga Misrga keldi. Bu davlatga shon shuhratli bir podshoh hukmronlik qilyotdi. İbrahim alayhissalomning xotini to'limi chiroyli ayol edi. Bir qatim podshohning xizmatkori uni ko'rib qilib, podshohga uning go'zalligini maqtadi va podshohni uni zo'rlik bilan tortib olishga qutiradi.
Xizmatkorning gapi podshohga yiqib qoldi-da, podshoh Ibrohim alayhissalomni chaqirtib, Sara uning nemisi ekanligini so'radi. Shu hamon Ibrohim alayhissalom podshohning ko'nglidagini tushundi va bu gapni so'rashdagi maqsadini pamladi. İbrahim aleyhisselam Sara'nı xotunim desa, padişahның Sara'nı tatib ilishidan, hatta o'ziga ziyankeşlik qo'yishidan ansirdi. İbrahim aleyhisselam padişahqa, Sara mening singlim dedi. Padişah Sara'nı eri yo'q ekan deb qarab, uni o'rdiga elib kirishga buyurdi. İbrahim aleyhisselam darrov Sara'ning qishig'i berib, bo'lgan voqeani uningga aytdi. Ondan uningga Padişahqa men aytgandek degin dedi va Allohga munojat qilib, Saraga omonlik tiladi. Sara o'rdiga keltirildi. Padişah uningga eng chiroyli kiyimlarni kiydirdi. Eng esil zibu zinnatlarni taqadi. Lekin Sara bularga pisand qilmadi. Shoni shavkat, toji davlat uningga erini va o'zi e'tiqod qilgan dinni unutildiramadi. U atdigandan kechgacha g'amkin, perişan bulup odam yo'q xilvat joyda yuradi. Padişah Sara'ning oldiga kelib, uning intayin g'amkin ekanligini ko'rib, bir amal qilib uning ko'nglini ochmoqchi bo'ladi. Lekin Sara padişahdan o'zini qochirib yuradi. Padişahmi royi yenib, karvatga o'zini tashlab yotdi. Padişah bir tush ko'rdi. Tushida Sara'ning eri baliqini, Sara'ni o'rdidan darhol chiqarib o'tish lozimligini bildi. Padişah tushidan uyg'onganda Sara'ni qo'yib berish qaroriga keldi. Padişah Sara'ni qo'yib beradigan chaqda deqa uningga Hajar ismli bir dedekni taqdim qilib, erining qishig'i billa evatdi. Demak, ular baloya ofatga duch kelay deb qolganda, Alloh taolo ularni bu ofatdan qutuldirib qoldi. İbrahim alayhissalom Misrda turib qoldi. Dastlabda u yerlik aholilar bilan nihoyat obdan chiqishib ketdi. O ishchan bo'lg'achqa, uning pul meli va chorvalari bara-bara ovib, hol kuni asta-asta yaxshi bo'lib qoldi. U beg'ondan keyin kishilar uningga hasad qilishga boshladi. Hatto uningga ziyonkashlik qilishga urindi. U bu ahvolni sezgandan keyin Falastinga ketish qaroriga keldi. U ilgari u yashagan joy edi. Diqqat berganinglarga rahmat.